uning ota-onasi qo'shildi. Uzun o'tmay u Avbuli Newjat muallimdan uchishni o'rgandi. Ular bir kichik aeroplanni haydab mashq qiladi. Armstrong uchishni ham qo'nishni o'rgandi. U aeroplan bilan egizga o'rlash, sho'ng'ish va aylanish mahoratlarini egalladi. U yana bo'shliqda 8 raqamida iz qoldirib uchish alohida mahoratini o'rganib oldi. U tajribali uçquchining aeroplani bo'lsa, ondan haqiqiy mahoratini namoyon qila oladiganligini cho'nqur his qildi. Armstrong 16 yoshga kirgan kuni o'z orzusi bo'yicha praktikant uçquchi pravosiga erishdi. Ammo u yoshida aslida mashina haydash pravosini olg'ili bo'lmaydi. Keyin bu praktikant uçquchi kurashchi aeroplan uçquchisi bo'ldi. Yana sinoq uçquchi bo'lib, raketa bilan harakatlanadigan aeroplanni ko'k osmonda parvoz qildirdi. Eng oxiri olam uçquchisi bo'ldi. Olam uçquchisi kasbiy tarbiyalangan uçquchi bo'lib, olam kemisini haydab yer sharini aylanib chiqa oladi. Armstrong olam uçquchisi bo'lgan vaqtda tadqiqotchilar odamni oy shariga chiqarib, bexatar holda yer shariga qaytarish planini tadqiq qilyotdi. Necha ming yillardan beri insonlar oy shari to'g'risida nurg'un tasavvurlar bo'lgan. Davomliq oyga chiqib, uning sirini ichishni o'ylaydi. 1969 yili 7-oyning 16-kuni uçquchi Neil Armstrong, Buzz Aldrin va Michael Collins uchi birlikda Saturn 5 raketasining Apollo 11 nomerlik olam kemasiga o'tirdi. Saturn 5 nomli raketa nihoyatda haybatli bo'lib, osmon bilan bo'y talashgan egiz binochilik keladi. Ham yetarlik harakatlantirgich kuchga ega edi. Yana texi 3 olam uçquchisini yer sharidan 360 ming kilometr yiroqlikdagi oy shariga apara oladi. Raketaning asosiy motori qo'zg'atildi. O't yalqini Saturn 5 nomli raketaning ostidan itilib chiqib, raketani bo'shliqqa ilib chiqdi. Uzun o'tmay birinchi guruhi motorning yiqilg'isi tugab dengizga tashlab etildi. Arqadan kichikroq motor qo'zg'atilib, Apollo 11 nomerlik olam kemisini yer shari orbitasiga ilib chiqdi. Yer sharini 2 qitim aylanib chiqqandan keyin eng oxirgi raketa motori 40234 kilometrlik surat bilan olam kemisini oyga ilib chiqdi. Armstrong, Aldrin va Collins qop-qorong'u olam bo'shlig'ida 4 kun uchdi. Olam kemisining quyosh nuri tushgan tarafi o'tdek qizib ketsa, kun tushmagan tarafi qahirton qishdek sovuq edi. Olam kemisining bir tarafining bak qizib yoki bak sovib ketishining oldini olish uchun olam kemisi xuddi kavobdandagi kavobdek asta-asta aylanib chiqadi. Uçquchilar bo'lsa bunday aylanishni kavob pishirganga xushtatdi. Ular oyga yetib qolgan vaqtida Armstrong bilan Aldrin olam kemisidan ayrilgan Burkut nomli maxsus loyihalangan kichik kemaga o'tirib oyga qo'nishga tayyorlandi. Collins bo'lsa aslidagi olam kemisida qilib kontrol supisini boshqardi. Armstrong bilan Aldrin oy yuziga qo'ndi. Ikki olam uçquchisi kompyuterning yo'l boshlashi bilan oyga qo'nay deganda Armstrong noyda yo'g'on quramtoshning ularning yo'lni to'sib olganligini ko'rib, kichik kemani darhol qo'l bilan kontrol qilishga o'zgartib, to'salg'idan o'ngishli o'tib ketdi. Bexatar qo'nish o'rnini topgandan keyin tuyuqsiz quloqni yog'idek ovoz yangrab, yiqilg'i tugaganligi to'g'risida belgi berildi. Ular bexatar holda oyga qo'nganda Burkut nomli kichik kemada bir qancha sekund yetgudekli yiqilg'i qolgan edi. Yer sharliq Neil Armstrong bilan Buzz Aldrin oxiri oy shariga qo'ndi. Ular olam kema kiyib, qalpoq taqab, oyga qo'ng'uchi kemaning eshigini ochganda, nihoyat haybatlik, birmi inson bo'lmagan oy shari ularning ko'z oldida namoyon bo'ldi. Armstrong shotidan tushib, birli sakrab oy shariga dassidi. Alohida loyihalangan sin apparati bilan yer sharidagi 6 million kishi bu daqiqaga birlikda shahid bo'ldi. Bu garchi mening bir kichik qadamim bo'lsa-mu, ammo insoniyat uchun cho'ng bir qadam. Armstrong mikrofonga nihoyatda mashhur bir jumla so'zni aytdi. Bu qitim oyga chiqqanda u tadqiqotchilarning keyingi tadqiqot uchun oy sharining tashlarini yig'di. Bu jarayonda uning o'tiki qumlar ustida izlarni qoldirdi. 1 million yildan keyinmi uning izi shu yerda saqlanishi mumkin. Chunki oyda shamolmi, yomg'irmi, qormi yo'q.
Şunga uning izi mangu yo'qolmaydi. Adlin әгішіп шотыдан түшіп, айға қадам қойды. Yer shari qop-qorong'u osmonning usti tarafida issiqlik turatdi. Oppoq bulut to'pi bo'lsa ko'zga alohida chiliqatdi. Shundaqdimi bulut orasidan Afrika qit'asi ko'zga chiliqib turatdi. Armstrong to'piga to'lgan oy shari ustida asta mengib, asta-asta sakrab Adlinga yaqinlashdi. Quyosh bo'lsa oppoq nur chiqarib parqirab turatdi. Ular oy sharida sayl qilyotdi. Armstrong Adlinning yeniga sakrab bordi. Ikkalanning qaltiqi so'qilib ketgili tas qoldi. Adlin kulimsiridi. Armstrong hamrohining mo'risiga urib turib, "Ajoyibmikan?" dedi. 1969-yili 7-oyning 20-kuni Neil Armstrong oyga chiqib, hamma kishi tunuydigan qahramonga aylandi. Lekin uning qalbiga cho'nqur o'rnab ketgani bo'lsa, Ohio shtati Wapakoneta shahridagi hiliqi oddiy kichik o'g'il bolaning aslimasi edi. Bu kichik o'g'il bola kitob o'qishni va muzik anglashni yaxshi ko'rardi. U nihoyat xijilchan va do'st tutishda ehtiyotchan edi. Bu kichik yigit doim osmonda parvoz qilib tush ko'rardi.